oilaviy munosabatlarda ham bag'rikeng bo'lish, doimo oilani saqlab qolishga harakat qilishlik ham azlar bu ham taqvodan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ittaqillaha va amsik alayka zawjaka. Allohga taqvo qil, Allohdan qo'rq va ayolingni o'zingda ushlab qol dedilar. Taloq qilma dedilar. Taloq qilishlikda Allohdan qo'rq dedilar. Imom Buxoriy rivoyat. Boshqa hadis shariflarda esa ittaqulloha fin nisa'i fa innakum akhaztumuhunna bi amanillah. Ayollar borasida Allohdan qo'rqinglar. Chunki siz ularni Allohning omonati bilan oldilaring deyaptilar. Imom Muslim rivoyatlari. Demak, mo'min musulmon erkak kishi Robbisi taqvo qilishlikka buyurgan, Robbisidan mana shu taqvo qilishlikni amrini olgan, buyrug'ini olgan mo'min musulmon inson oilada ham taqvoli bo'lishlikka, Alloh taolo omonat qilib bergan ayollarida taloq qilmaslikka harakat qilishlik kerak ekan. Ibn Umar radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilib aytadilar, bu mavzuda aytadilarki, o'zi halol bo'lsa-da Allohning g'azabini eng tez qo'zg'atuvchi narsa bu ana shu taloq so'zidir degan ekan. Xudodan qo'rqqan odam bu narsani aytgani qo'rqatdi. Allohdan qo'rqadigan odam, taqvo qiladigan odam, Allohning g'azabidan qo'rqadigan odam bu narsani aytgani juda ham qo'rqatdi. Robbisining g'azabini chiqarishdan qo'rqadi. Shuning uchun shaytonni nazarda eng yaxshi ko'rgan narsalardan biri bu xotinni o'rtasini ajratish bo'lgan bo'lsa, shubhasiz Allohning nazarda uning g'azabini eng tez keltiruvchi narsa azlar bu taloq bo'lgan ekanda. Alloh asrasin. Xudodan qo'rqqan odam juda ham ehtiyot bo'lsin. Taloq so'zlarini yo uni o'rniga o'tadigan boshqa so'zlar aytishni. Bugunlik kunda arzimas narsalar deb bu so'zlari qo'rqmay aytib yuborayotgan, Xudodan qo'rqmaydigan taqvosiz yoshlarimizmi, bolalarimizmi siz bilan biz tarbiyaladi. Juda ham ko'payib ketdi. Nahot Allohning g'azabini qo'zg'ashdan qo'rqmasa, Allohning eng tez g'azabini keltiradigan narsa deyaptilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam.